Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz Yozyovon tumani, Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Qoratepa qishlog'iga shunaqa teraska olib kelib o'rnatib berganmiz. Aynalar 2 qavat bo'lgan, yo'dibi bo'lgan, oq profil Akfa mahsulotdan foydalanganmiz. Bu yerda podvalda eshigi ham bor. Podvalda eshiklari bonus qilib berganmiz. Ichkarida podagonnilar bor. Eshigi shu yerdan bitta 2 qanotli tushgan. Ustunlarini ham tunikafonda o'rab berganmiz. Ichkarida podagonnilari ham bor. 15 metrli ayvon shunaqa. Bo'ylari 270 bo'lgancha balandroq uy ekan. Hozir ichkaridan ko'rsatib o'taman. Eshiklarini ko'rishlaringiz mumkin. Ochilib yopilishlari juda ham mexki bo'lib chiroyli chiqqan. Xo'p, bu ichkaridan ko'rinishi, podagonnilari kakpalojni qo'yib berganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Ichkala chekkaga ikkita forchka qo'yib berganmiz. Aynalari yo'dibi bo'lib, ichkari shunaqa salqin bo'lib qolgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham chiroyli chiqqan. Podagonligini bu pol tomonga qo'ymadik. Shu yerdan bu tomoniga bo'ldi. Xo'p, ochilishlarini shunaqa yonga ochiladigan ochilish qilib berganmiz. Bunday qaytarib qo'yilsa, chimga mishat qilmaydi. Nima bo'ladi? Chiroyli bo'ladi. Xo'p, yana har bitta romda bittadan ochiladigan bo'lgan. Bu ustunlarni ham ichkaridan ustalar o'zi patologik ustalar o'rashgan. Biz aynaydi 1-2 kundan keyin soldik, esa shunaqa o'rab qo'yishgan ekan forchkalari. Xo'p, tashqaridan ko'rsatib, narxini aytib. Xo'p, Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Qoratepa qishlog'iga 15 metrli teraskamiz. Shunaqa bo'ylari 270 bo'lgan, har bittasida bittadan ochiladigan bo'lib, 2 qavat ayna, tashqarisi yo'dibi, ichkarisi oq bo'lgan. Podval eshiklari bilan 19 million so'mga olib kelib qo'yib berdik. Kimga shunaqa eshik romlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Mayli, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Xizmatimiz vodiy bo'ylab, vodiydanglar, bemalol.